Hazır praktikilişine köşek. Birinci birim. Matematik gömüller nindi izlikte boşkarıla degan so'rovga javob berib, elektron tabletsidagi formulalarni traditsion matematik formada yozig'iz. Hem ikinci birim, yıl davomida sarf etilgan elektr energiyasini oylik to'lovni hisoblash uchun elektr ishini to'lov elektron tabletchasini to'tirig'iz. Boshlang'ich ma'lumot bo'lib, har oy boshidagi hisoblagich ko'rsatkichlari ham 1 kilovat soatning bayasi olina. Bolalar, sizga o'ngishlar tilayman. Kelasi uchrashuvga qadar sog' bo'linglar.